Hurmatli muxlislar, biz bugun Koson shahrida to'ydamiz. Ustoz san'atkor Sarmon guruhini solisti Farhod akam bilan birga xizmat qildik. Farhod aka, xush kelibsiz. Rahmat. Umurzoqjon, rahmat. Koson tumanining xalqi juda ham yaxshi. Sizni juda yaxshi ko'rishadi Qashqadaryo, Koson. Necha yildan beri kelamiz xizmatga. Odamlar ham o'zimizni xuddi jigarlardek bo'lib ketgan. Shunaqa. San'atkor hamkasblarimiz ko'p. Haqiqiy insonlarni sanoqli deydi-ku. O'sha sanoqlilardan birinchi o'rinda mana Umurzoqjon do'stimiz, ukamiz, hamkasbimiz. Yaxshi ko'ramiz bu insonni birinchi o'rinda. San'atidan ham go'zal insonligi. San'ati-ku juda ham go'zal. Xalqimizni xizmatida yuradi. Bir ham kamtar. Haqiqiy insonni fe'li qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa, mana shu insonda bor. Rahmat Farhod aka. Siz ham necha yildan beri xalq duosini yuribsiz. Kasb-koringizga baraka bersin. Alloh har bir ishingizni xayrli qilsin. Mana shu xalqimizning yaxshi kunlarida birgalikda xizmat qilib yuraveraylik. Salomat. Rahmat Farhod aka, xush kelibsiz. Rahmat. Shogirdlaringizga ham sizni yo'lingizni bersin. Xursandmiz. Rahmat. Rahmat.